Gepamergacha holatingiz qanaqa bo'lgan? Nimalardan bezovta bo'lgansiz? Holsizlandim, ko'nglim ayniydi, tez charchoq bo'laydi, ozgina og'riq bo'laydi. Tekshirtirganimizda B chiqqan. Keyin shu Gepamer ichganimdan keyin ozgina fibroz o'zgardi-da. Keyin qaytarishlarim qoldi, holsizliklarim hammasi qoldi. Kelinim holati holsizlik, charchoqlik bo'lgan. Boshim og'riydi, charchog'im bor deb Doniyorga ulandim. Keyin shu mahsulotlardan menga ham yubordilar. Bir oy ichdilar, o'zgarish bo'ldi-da. Keyin yana zakaz qildim. Qancha muddatda o'zgarish Bir haftada уже sezildi menda. Bir haftada уже o'zgarish bo'ldi. Ko'nglim aynish pasaydi. Shu yaxshi foydasi tegdi-da menga. 3 oydan keyin tekshirib bordim. Vibroskamda virus sonlari ham kamaygan ekan. Tabiiy narsa yaxshi-da baribir. Assalomu alaykum. Qorako'l tumaniga keldik va bu yerda 4 oydan beri Gepamer mahsulotini qabul qilayotgan bir ayol bilan suhbatlashish uchun. Manzillarni, masofalarni bosib o'tib, ularning hayotida o'zgarish bo'lganini ko'rish uchun, kuzatish uchun va suhbatlashish uchun, sizga taqdim etish uchun mana shu rejalarni tuzgan edik va rejamizga yetdik mana. Gepamer mahsulotigacha holsizlik, og'riqlar, tushkun kayfiyat, uyqusizlik, qabziyat, qorindan bo'lishi kabi holatlar, fibrozning bir necha holatlari kuzatilgani haqida ular bizga aytib berishdi. Gepamer mahsulotiga bo'lgan ishonch nimadan uyg'ondi degan savolga ham ular javob berishdi. Hozir ana shu savollarga javob olamiz, o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Xonadoninglarga taklif qilganinglar uchun rahmat. Xush keldingiz. Salomat bo'linglar. Mana Toshkent shahridan Qorako'lga kelib, sizlarda hayotinglarda bo'lgan o'zgarishdan xursand bo'lib ketish uchun keldik. Gepamergacha holatingiz qanaqa bo'lgan? Nimalardan bezovta bo'lgansiz? Men holsizlandim, ko'nglim ayniydi, tez charchoq bo'laydi. Keyin O'ng tarafda og'riqlar. ozgina og'riq bo'laydi. Keyin shunaqa bishi ko'nglim aynib, holsizlanib yurdim-da. Tekshirtiruvdingiz, nima deyishdi keyin? Tekshirtirganimizda 2017da kista oldirganimizda boshimdan nima chiqqanda shuni aniqlangan. Nima chiqqan? B chiqqan. Keyin shundan keyin nima qilib yurdik-da, hech narsa bildirmadi-da. Yurib keyin e'tibor nima keyinroq bichi nima bo'ldi. 2018da bilib, anaqa qilib nima tekshirtirsak, yana qayta nima shunaqa virsologiyaga bordik. Da shunda aniqladi, virus soni ko'p bo'ldi. Jigaringizda qanaqa o'zgarish bo'lgan? Virus ko'p ekan. Fibroz, sirroz degan. Fibroz ozgina bayik chiqdi. Keyin shu Gepamer ichganimdan keyin ozgina fibroz o'zgardi-da. Keyin qaytarishlarim qoldi, holsizliklarim hammasi qoldi. Charchoqlarim nima bo'lib ketdi-da. Siz bu xonadonda endi kelin, siz qaynona. Keliningizni holati qanaqa bo'lgan? Kelinim holati holsizlik, charchoqlik bo'lgan. Keyin boshim og'riydi, charchog'im bor deb Manam keyin izlanish qildim. Keyin qo'shnimizda shunday so'radim-da, bitta kelinni ko'rdim. Unda qorni shuncha ekan. Keyin aytdim, kelinjon, siz bolangiz bormi yana desam, yo'q. Homiladormisiz? Homiladormisiz desam, yo'q, menda dedi, sirroz boshlangan dedilar. Men dedilar, ovsinim orqali ana Gepamerga a'zo bo'lib, zakaz qilib ichyapman dedilar, buyurtma qilib. Keyin aytdim, menga adreslarni bering dedim. Telefon nomerlarini oldim Doniyorjondan. Doniyorjonga ulandim. Keyin u kishi mahsulotlardan menga ham yubordilar. Keyin shuni 3 oyligini oldik. Bir oy oldik. Bir oy ichdilar, o'zgarish bo'ldi-da. Keyin yana zakaz qildim. Yana ham yaxshi, oldiga yurdi, endi ishlaydilar. Keyin 3 oy ichdilar kelinim. Keyin yana bir oy nima qildilar-da, ichsin dedilar. Yo'q, shundan beri ishqilib qurbimiz yetgancha davolatib, ichirib yuribmiz. U kelin nima bo'ldi? O'zgarish U bo'ldimi? kelinda
man so'raganda aytdilar, qorni pasayib, shishlari pasayib, juda katta o'zgarish bo'lgan. Oldek holsizlanib, umuman hech narsa ish qila olmasganda, Yotoqda ham qoldi. yotoqda qolib, davolanib yurgan больницаlarda yotib, keyin o'zi shular mahsulotlari 2 oy ichganda уже o'zi nonlar yopib, kirlar yuvib, yozlarda shollar yuvib, keyin o'g'lini uylantirib, yengillik yaxshi bo'ldi-da, o'zgarish. Ularda yaxshilik bo'lganini ko'rib, keyin sizlar ham Ha. ixlos qildinglar-da. Ha, ixlos qilib biz ham keyin zakaz qilib turdik. Ichiryapman kelinim hozir ham yaxshi. Mana Gepamer mahsulotini xarid qilganingizgacha bo'lgan davrda eng ko'p sizni bezovta qilgan narsa nima bo'lgan? Eng ko'p bezovtaligingiz nima bo'lgan? Holsiz bo'ldim, ko'nglim ayniydi-da. Ko'p charchoq bos ekan. Ishtahachi. Ishtaha ham unchalik yo'qdi. Icha boshlaganingizdan keyin qancha muddatda o'zgarish Bir sezish? haftada уже sezildi menda. Bir haftada уже o'zgarish bo'ldi. Ko'nglim aynish pasaydi. Charchog'im qaradim kamroq, keyin o'zim harakat etib, ishlar etishga harakat qilib boshlaverdim-da. Уже bir haftada mana bildirdi shu narsa. Bir haftada mana shu holatlardan qutuldingiz. Bir oyda yana qanaqa belgilardan Yana ham qutuldingiz? o'zgarish bo'laverdi. Keyin oyijon aytsam, keyin yana olamiz dedik. Yana keyin shu hozirgacha dekabr oyidan beri olib ichib o'tiribmiz. Biza shu yaxshi foydasi tegdi-da menga shu narsa. O'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Keyin tekshirtirib ko'rdingizmi? 3 oydan keyin tekshirib bordim. Bibraskamda bayik chiqdi, keyin pastga tushgan ekan. Nima ana virus sonlari ham kamaygan ekan. Siz dedimi? Keyin shunaqa ichib o'tirganimni aytdim. Keyin nima virusni kamaytiradigan dorilar bilan yana qo'shimcha qilib buni baravariga ichyapman-da. Hozirgacha ichib. Ya o'zgarish bo'lgan bo'lsa ichavering dedi doktoringiz ham. Doktor ham ichmang demadi, ichavering dedi. Bular giyohlardan dedi. Tabiiy dedi. Tabiiy narsa yaxshi-da baribir. Hech qanday, masalan, ximikat-ku dorilar. Bu tabiiy narsa yaxshi-da baribir. Siz ham tashqaridan qarab turib o'zgarish bo'lganini sezdingizmi keliningizni? Sezaman, mani kelinim sog' bo'lsa, shu bolalarni ustida sog' bo'lsa bo'ldi menga. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Demak, mana 4 oydan beri qabul qilib, o'zingizdagi holatda o'zgarishni sezib, boshqalarga ham tavsiya qilayotgandirsizlar ikkilanmasdan. Qilamiz. Hozir endi qanaqa holat keliningizda? Kelinim yaxshi, Xudoga shukr. Ishiga borib keladi. Uy ishini ham shu qiladi, menga ish qildirmaydi, Xudoga ming qatla shukr. Qorinda shish bordi buni ham. Ha, qorinda suv yig'ilmaganmi? Yo'q. Shish Ana og'irroq, o'zi bitta chaqqonroq, ana harakatchangda har ishlar qilib ketasi keladi. Yoshlik ham bor-ku. Lekin biz uncha qo'ymaymiz. Ana xo'jayinim ham og'ir ko'tarma deydi. O'zing asra deydi, shu bolalarning ustida sog' bo'l deydi. Agar bichigina nagruska bo'lsa qorni shishadi. Da, shunga biz qo'ymaymiz shu sog' Hozir shishlar yo'qmi? Shuni ichganimdan beri yo'q. Keyin shu Doniyorjon Qabziyat ham bo'lganmi, rahmat. bo'lmaganmi? Bo'lgan. Qanchada borardingiz katta hojatga? 3 kunda. 3 kunda, 4 kunda. 3 kunda, 4 kunda. Bundan keyin, Gepamerdan keyinchi? Kunda bundan keyin. Yaxshilandi. Yaxshilandi-da. Shu Foydasi bor. foydasi katta menga. Yaxshi. Qorindan bo'lishi qanaqa bo'ldi? Hozir yo'q. Shu ichish boshlaganimdan beri yo'qda. Oldak bordi shunaqa. Ichishga ham noqulay emas-a? Sizlar ham ichib yaxshi. ko'rmadinglarmi hech? Men ichib ko'rmadim. Ichib ko'rsangiz Lekin bo'ladi. Chunki choyini ham ichsangizlar bo'ladi dedilar. ha, ichsangiz Doniyor. bo'ladi. Profilaktik Lekin uchun ham endi shu ichsa o'zi bo'ladi. ichsa bo'ldi, biz yaxshi deymizda, ichmadik-da. Katta rahmat ishonch uchun. Sizlar ham rahmat, bizlar yo'qlab kelganlaringizga, Rahmat, shuncha katta. uzoq joylardan bizlar sog'ligimizni, hamma bemorlar sog'ligini o'ylab kelganlaringiz uchun ming marta rahmat. Ishlaringiz omadini bersin. O'zgarishlar bardavom bo'lsin. Ilohim rahmat ukajon, shular sog' bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshi Rahmat, his qilyapsizmi rahmat. o'zingizni? Borlaringizga shukr, rahmat. Shuni Ko'pchilik aytadi-da, haligi kimlarda pul berib gapirtiryapsizlar deydiganlar bor-da, haligi ishonmasdan. Ha, yo'q. Shunga aytaman. Unaqa bo'lmaydi-ku bizada. Endi o'zgarishlardan xursand bo'lib qolgandirsizlar hammanglar. Xudoga shukr. Xudoga rahmat. Chunki ona baribir hammadan ham avval, o'zidan ham avval farzandlarini o'ylaydi-da. Mendan keyin nima bo'ladi, bundoq biror kor hol bo'lib qolsa degan fikr yomon-da baribir. To'g'ri. Endi mana qaynona-qaynotangiz ham sizga o'zingizdan ko'ra mehribonroq ekan. Sizlar o'y fikringlar 10 karra kuchliroq bo'lgan bo'lsa kerak.
Ha, biz juda tushkunlikka tushdik kasal bo'lsa. Shu bolalarimiz ustiga sog' bo'lsin, o'g'limiz baxtiga sog' bo'lsin, qo'sha qarisilar. Ilohim. Bizlar orqamizda qolsin shular. Ilohim, ilohim. Mana Ilohim. sizlarga kompaniyadan bir oylik muolajalar to'plami. Rahmat. Buni ichida o'sha doimiy qabul qilayotgan siropingiz, asalli pasta hammasi bor. Bemalol qabul qilib, salomatligingizni mustahkamlab, yana ham Rahmat, sog'lom rahmat, bo'lib, katta. Xudo xolasa. Mana endi oilaviy cho'rasizlar endi. Rahmat, Ko'p rahmat, qoldi. borlarga shukur, Rahmat. rahmat. Men Salomat sizni bo'linglar. Instagramda kuzataman-da, Rahmat. har doim ko'rib turaman. Rahmat, rahmat. Rahmat. Onangiz haqida gapirganlaringizni eshitdim, onangiz operatsiyalarini eshitdim, operatsiya qildirgan ekansiz. Yaxshimilar? Yaxshilar, Xudoga shukur, rahmat. Yaxshi bo'lsinlar. Salomat bo'linglar sizlar ham. Rahmat Rahmat, sizlar ham rahmat. katta. Intervyu rahmat berishga yigitlar. rozi bo'lganinglar uchun rahmat avvalosi. Ha, buni hech bir zarari yo'q. Endi bu virus degani ketish qiyin ekan. Lekin nol holatda ushlab tursa bo'ladi. ha, shu nol holatda ushlab turish uchun shular ichib yursinlar. Hmm. Mayli. O'zlari ishlab o'tiribdi, o'zlari topadi. Qo'rqmay tavsiya qilaverasizlar Ha, birovlarga. bir tabiiy narsa-da. Zerikmay ichish kerak-da. Ha, mayli, rahmat. Nima ish bilan shug'ullanasiz? U kishi Muruvvat uyda ishlaydi keyin. Ha, Muruvvat ha, uyda. tarbiyachimi? Ha, tarbiyachi. Endi Muruvvat uyi kattalar keladigan kattalar. joyda. Ha, Ha. 18 dan yuqori nogironlarda. Qorako'lda bitta obus bo'yicha. Hmm. Muruvvat uyi. Mutaxassisligingiz qanaqa? Bu kishi o'qimagan, lekin santarka Ha, o'sha yerda. necha yildami? 20 yildan 20 yildan. Ha. ishlaydi. Yaxshi. Ishlab O'zim ham shu turgan yoqda yaxshi. ishlaganman. Ishlashingiz ham oson bo'lib qolgandir endi. ha. Oldagi holsiz, og'ir, ish yoqmay o'tiraydi. Mayli shuni ichganimdan keyin harakatchan, ishlab ketadigan bo'ldim-da. Bardavom Shifo bo'lsin. bersin ilohim. Hammaga hech kim Agar sizni ham jigaringizda xastalik kuzatilayotgan bo'lsa, biz majburlab buni ich degan gapni hech kimga aytmaymiz. Savollaringiz bo'lsa qo'ng'iroq qilib javob olishingiz mumkin. Mutaxassislar konsultatsiya berishadi tekin. Har doim telefonda bog'lanib turishadi, to'g'rimi? To'g'ri, Telefonda to'g'ri. holis qanaqa deb turishdimi? So'raydilar. So'rab turishadi. Mahsulotni yetkazib berish bepul va o'zgarishlarni kerak bo'lsa kechasi ham ochib javob beradi, to'g'rimi? Ana shunaqa vaziyatlarni siz uchun faqat shifo bo'lsin deb tashkil qilishgan to'g'ri yo'l bor, davo yo'li bor. Faqat bunga ishonch kerak. Soniyalar, kunlar muhim jigar kasalligini tuzatishga. Beparvo bo'linsa, oqibat og'irlashib boraveradi. Shuning uchun o'zingizni asrang, balki keyingi tabriklab boradigan xonadonimiz sizni xonadoningiz bo'lar. Yaxshi niyat baribir. Sizlarga katta rahmat. Katta rahmat sizlarga.